Bugun men pensionerlar uchun kuzgi ustama bo'yicha ko'pchilik e'tibor bermay qolayotgan eng muhim tafsilotlarni tushuntirib beraman. Bu masala oddiy yana pul qo'shilar ekan degan gap emas. Bu sizning pensiyangiz qancha chiqishi, qaysi oyda to'lanishi, kimga avtomatik berilishi, kim esa ariza bilan murojaat qilish kerakligi bilan bog'liq. Ma'lumot juda muhim. Chunki u nafaqat hozir pensiya olayotganlarga, balki ota-onasi, buvisi, bobosi yoki nogironligi bo'lgan, yaqinlariga yordam berayotgan har bir oilaga tegishli. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu mavzuni oddiy tilda, hujjat, muddat, xato va real misollar bilan birma-bir ochib beraman. Men ko'p yillardan beri pensiya va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha murojaat qilayotgan odamlarning savollarini kuzataman. Eng katta muammo shundaki, pensiyalar ko'pincha ustama hammaga bir xil beriladi deb o'ylaydi. Aslida esa har doim ham bunday emas. Kuzgi ustama indeksatsiya, qayta hisob kitob, kompensatsiya yoki qo'shimcha to'lov degan tushunchalar bir-biriga o'xshab eshitiladi. Lekin ular huquqiy jihatdan turlicha bo'lishi mumkin. Birida hamma pensiya miqdori ma'lum foizga oshadi, boshqasida faqat ma'lum toifa. Masalan, yoshi katta pensionerlar, nogironligi bo'lganlar, boquvchisini yo'qotganlar yoki kam miqdorda pensiya olayotganlar qamrab olinadi. Avvalgi tartibda ko'pchilik uchun asosiy narsa pensiya miqdori yil davomida belgilangan jadval asosida o'zgarishi edi. Odamlar odatda pensiya kartasiga pul tushishini kutardi va tushgan summani oldingi oy bilan solishtirib, oshgan ekan yoki o'zgarmabdi deb xulosa qilardi. Lekin hozir ahamiyatli o'zgarish shundaki, ayrim qo'shimcha to'lovlar bo'yicha insonning shaxsiy holati, hujjatlari, ro'yxatdagi ma'lumotlari, yashash joyi, pensiya turi va hatto oldingi qayta hisob kitoblar ham rol o'ynashi mumkin. Ya'ni sizning qo'shningizga ustama tushgani sizga ham aynan shu miqdorda tushadi degani emas. Eng muhim jihatni alohida aytaman. Pensioner o'z pulini faqat kutib o'tirib emas, nazorat qilib ham himoya qilish kerak. Chunki tizimda ma'lumot eski bo'lishi, hujjat yetishmasligi, bank kartasi o'zgargani ko'rsatilmagan bo'lishi, yashash manzili yangilanmagan bo'lishi yoki pensiya turiga oid belgi noto'g'ri aks etgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda to'lov umuman bekor bo'lib ketmasligi mumkin, lekin kechikishi, noto'g'ri hisoblanishi yoki keyinroq aniqlashtirish talab qilishi ehtimoli bor. Endi asosiy savolga o'tamiz. Kuzgi ustama bo'yicha nimaga e'tibor kuchaydi? Birinchidan, to'lovning avtomatik tushishi va ariza asosida tayinlanishi o'rtasidagi farq juda muhim bo'lib qoldi. Agar ustama umumiy pensiya oshirilishi sifatida belgilangan bo'lsa, odatda u avtomatik hisoblanadi. Bunday vaziyatda pensioner alohida ariza yozmaydi. Pensiya jamg'armasi yoki tegishli organ mavjud bazadagi ma'lumot asosida hisoblaydi. Ammo agar qo'shimcha to'lov ma'lum maqomga bog'liq bo'lsa, masalan, nogironlik guruhi, qarovdagi shaxs, alohida xizmat, urush yoki mehnat faxriysi maqomi, boquvchisini yo'qotganlik, yolg'iz yashash yoki boshqa ijtimoiy mezon bo'lsa, unda hujjatning to'g'ri rasmiylashtirilgani hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Ikkinchidan, ko'pchilik faqat foizga qaraydi. Masalan, pensiya 10% ga oshdi degan gapni eshitadi. Lekin foiz qaysi summaga qo'llanadi? Bu asosiy pensiyagami, ustamalar bilan birga umumiy summagami, minimal miqdorgami yoki alohida bazaviy hisoblash ko'rsatkichigami? Mana shu joyda farq paydo bo'ladi. 1.200.000 so'm pensiya olayotgan odam 10% desa 20.000 so'm kutadi. Lekin agar oshirish faqat pensiyaning bazaviy qismiga qo'llansa, amalda qo'shimcha 80.000 yoki 90.000 so'm bo'lishi mumkin. Aksincha, ayrim kompensatsiyalar qo'shilsa, kutilgandan ko'proq tushishi ham mumkin. Uchinchidan, to'lov oyining o'zi ham muhim. Ba'zi pensionerlar kuzgi ustama sentyabrda bo'ladi deb kutadi. Boshqasi oktyabrda tushadi deydi. Amalda esa qaror qachon kuchga kirgani, hisob kitob qaysi oydan yuritilgani, bank to'lov reyestri qachon shakllangani va to'lov kuni qaysi sanaga to'g'ri kelgani ahamiyatli. Masalan, qaror 1 oktyabrdan amal qilsa, lekin pensionerning odatiy to'lov kuni oyning 5 sanasi bo'lsa, u yangi summani 5 oktyabrda ko'rishi mumkin. Agar reyestr oldin shakllanib bo'lgan bo'lsa, farq keyingi oyda qo'shimcha qilib berilishi ham ehtimoldan xoli emas. Men birinchi navbatda kam miqdorda pensiya olayotgan pensionerlarga diqqatli bo'lishni maslahat beraman. Chunki ko'pincha davlat mana pensiya darajasini himoya qilishga alohida e'tibor qaratadi. Agar sizning pensiyangiz eng past miqdorlarga yaqin bo'lsa,
sizga umumiy foiz oshishidan tashqari minimal kafolat bilan bog'liq qo'shimcha farq ham tegishi mumkin. Masalan, pensioner opa Higgins Eximning so'm atrofida pensiya olayotgan bo'lsa, tizimdagi minimal mezon o'zgarganda uning pensiyasi faqat foizga emas, balki yangi minimal chegaraga yetkazish tamoyili bilan ham ko'rib chiqilishi mumkin. Bunda natija boshqa pensionerga qaraganda sezilarliroq bo'ladi. Ikkinchi toifa nogironligi bo'lgan pensionerlar. Bu yerda guruh tibbiy xulosa muddati, qayta ko'rik sanasi va hujjatning elektron bazaga kiritilgani juda muhim. Hayotiy misol olaylik. Ikki guruh nogironligi bo'lgan bir pensioner 1.400.000 so'm pensiya oladi. Kuzgi qo'shimcha haqida eshitadi va hammasi avtomatik bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin uning nogironlik hujjati muddat tugash arafasida yoki qayta tasdiqlangan bo'lsa-yu, ma'lumot bazada yangilanmagan bo'lsa, ayrim ustamalar vaqtincha ushlanib qolishi mumkin. Bu pul yo'qoldi degani emas. Lekin pensioner hujjatni aniqlashtirmasa, jarayon cho'ziladi. Uchinchi toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan oilalar. Bu to'lov ko'pincha bir necha shaxsga bog'liq bo'ladi. Voyaga yetmagan bola, talaba, mehnatga layoqatsiz oila a'zosi. Agar bola 15 yoshga to'lgan bo'lsa, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotganini tasdiqlovchi ma'lumot o'z vaqtida taqdim etilmagan bo'lsa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Kuzgi ustama ham shu asosiy pensiya holatiga bog'liq bo'lgani uchun avvalo asosiy huquq tasdiqlangan bo'lishi kerak. Masalan, marhum otasidan boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan talaba sentyabrda o'qishga kirgan bo'lsa, lekin ma'lumotnoma kech topshirilgan bo'lsa, oktyabr to'lovida farq chiqishi yoki keyinroq qayta hisoblanishi mumkin. To'rtinchi toifa ishlayotgan pensionerlar. Ayrimlar men ishlayapman, demak ustama berilmaydi deb o'ylaydi. Boshqalar esa ishlasam ham hammasi bir xil tushadi deydi. Bu masalada pensiya turi qonunchilikdagi cheklovlar, ish staji va to'langan ijtimoiy badallar muhim. Ishlayotgan pensionerda qayta hisob-kitob qilish huquqi paydo bo'lishi mumkin, lekin bu doim avtomatik tarzda darhol aks etmasligi mumkin. Agar siz pensiyaga chiqqaningizdan keyin ham rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchi siz uchun to'lovlarni to'g'ri o'tkazganmi, staj bazada ko'ringanmi? Shuni tekshirish kerak. Birinchi misol. 37 yoshli erkak pensioner 1.300.000 so'm pensiya oladi. Kuzgi o'zgarish natijasida umumiy oshirish 8% deb e'lon qilingan bo'lsin. U oddiy hisob bilan ega to'lov qo'shiladi deb o'ylaydi. Lekin uning pensiyasi tarkibida ilgari tayinlangan alohida ustama va kompensatsiya ham bor. Agar 8% faqat asosiy pensiya qismiga qo'llansa, yangi summa 1.390.000 so'm atrofida chiqishi mumkin. Bu nega 20 emas deb hayron bo'ladi. Sabab shuki, pensiya tarkibidagi hamma qism bir xil oshirilmaydi. Shuning uchun men har doim pensionerlarga umumiy kartaga tushgan pulga emas, pensiya hisob varaqasidagi tarkibiy qismlarga qarang deyman. Ikkinchi misol. 72 yoshli ayol pensioner eng kam pensiyaga yaqin miqdor oladi. Uning pensiyasi 9.000 so'm bo'lgan. Kuzda minimal kafolat oshsa, uning pensiyasi birdaniga 20 million so'mdan oshib ketishi mumkin. Bu yerda foiz hisobidan ko'ra ijtimoiy himoya chegarasi muhimroq bo'ladi. Shuning uchun kam pensiya olayotganlar o'z to'lovida kattaroq farq ko'rishi mumkin. Lekin bunda ham bitta shart bor. Pensionerning hujjatlari to'g'ri. Yashash joyi va pensiya turi aniq bo'lishi kerak. Uchinchi misol. 60 yoshdan oshgan ayol ishlashni davom ettiryapti. Pensiyaga chiqqandan keyin yana 3 yil rasmiy ish staji yig'ilgan. U kuzgi ustamani kutadi, lekin shu bilan birga pensiyasini qayta hisoblatish huquqi ham bo'lishi mumkin. Agar u faqat ustamani kutsa, bir martalik o'sishni ko'radi. Agar qayta hisob-kitob uchun asos bo'lsa va hujjatlar to'g'ri topshirilsa, uning keyingi oylardagi pensiyasi doimiy ravishda yuqoriroq bo'lishi mumkin. Mana shu yerda odamlar ko'p imkoniyatni o'tkazib yuboradi. Ular faqat e'lon qilingan ustamaga qaraydi. Lekin o'z staji va ish haqiga oid ma'lumotlarni tekshirtirmaydi. To'rtinchi misol. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilada 2 farzand bor. Biri 12 yoshda, ikkinchisi 19 yoshda va kunduzgi universitetda o'qiydi. Agar 19 yoshli farzandning o'qish ma'lumotnomasi bazada bo'lmasa, oila faqat bitta farzand bo'yicha hisob-kitob qilingan to'lovni ko'rishi mumkin. Kuzgi ustama kelganda ham o'sha noto'liq asos bo'yicha hisoblanadi. Keyin hujjat topshirilgach, farq qayta hisoblanishi mumkin. Ammo buning uchun murojaat va vaqt kerak bo'ladi. Demak, muammo ustamaning o'zida emas,
asosiy ma'lumotning to'liq emasligida bo'ladi. Agar siz oddiy yoshga doir pensiya olsangiz, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa va oxirgi oylarda pensiya muntazam bir xil sanalarda tushayotgan bo'lsa, ko'p hollarda sizdan alohida harakat talab qilinmaydi. Bunday vaziyatda kuzgi ustama yoki oshirilgan summa avtomatik tarzda pensiya to'loviga qo'shilishi kerak. Lekin men baribir kamida bir marta pensiya bo'limi My.uz bank ilovasi yoki mahalla orqali to'lov tafsilotini tekshirishni maslahat beraman. Chunki nazorat qilish ortiqcha ish emas. Bu o'z haqingizni himoya qilishdir. Agar sizning pensiyangiz oxirgi oylarda qayta hisoblangan bo'lsa va siz bu bo'yicha rasmiy javob olgan bo'lsangiz, yana bir marta ariza berishga shoshilmaslik kerak. Ba'zan bir xil masala bo'yicha takroriy arizalar jarayonni tezlashtirmaydi. Aksincha, murojaatlar chalkashligini oshiradi. Bunday holatda eng to'g'ri yo'l avval mavjud javobni, to'lov sanasini, hisob kitob varaqasini ko'rish. Keyin aniq kamchilik bo'lsa murojaat qilish. Endi eng ko'p xatoga olib keladigan joylarga o'tamiz. Birinchi nuans, ustama hamma vaqt birinchi oydayoq to'liq ko'rinmasligi mumkin. Ayrim hollarda yangi tartib kuchga kirgan oy uchun farq keyingi oyda qo'shimcha to'lanadi. Masalan, oktyabr oyidan boshlab oshirilgan bo'lsa, lekin pensioner oktyabrda eski summa olgan bo'lsa, bu darhol menga bermadi degani emas. Avval to'lov reyestri qachon tuzilganini, farq keyingi oyga o'tkazilmaganini aniqlash kerak. Ikkinchi nuans bank kartasi va pensiya hisob raqami. Odam kartasini almashtiradi, muddat tugaydi yoki bank filialini o'zgartiradi, lekin pensiya to'lov tizimidagi ma'lumot yangilanganiga ishonch hosil qilmaydi. Natijada pul qaytib ketishi, kechikishi yoki vaqtincha ushlanishi mumkin. Ayniqsa yoshi katta pensionerlarning farzandlari bu masalani tekshirish kerak. Karta faolmi? SMS xabar keladimi? Bank ilovasida kirim ko'rinadimi? Kartaga cheklov qo'yilmaganmi? Bular oddiy ko'ringani bilan muhim savollar. Uchinchi nuans, yashash joyini o'zgartirgan pensionerlar. Bir hududdan boshqa hududga ko'chgan odam pensiya ishini ko'chirish jarayoni tugagan-tugamaganini tekshirish kerak. Ba'zan odam Toshkentdan viloyatga yoki viloyatdan shaharga ko'chadi. Ro'yxatdan o'tadi, lekin pensiya hujjatlari eski joy bilan bog'liq qoladi. Bunday holatda ustama bo'yicha hisob-kitob ham kechikishi mumkin. Men bunday vaziyatda og'zaki gapga tayanmaslikni, yozma yoki elektron tasdiq olishni maslahat beraman. 4-nuans, ishonchnoma orqali pensiya olayotganlar. Agar pensionerning o'zi bankka bora olmasa va pensiyani farzandi yoki qarindoshi ishonchnoma bilan olayotgan bo'lsa, ishonchnoma muddati tugamagan bo'lishi kerak. Kuzgi ustama tushgan bo'lsa ham, hujjat muddati tugagan bo'lsa, pulni olishda muammo chiqadi. Bundan tashqari, pensionerning hayot ekanini tasdiqlash bilan bog'liq tartiblar ham ayrim vaziyatlarda talab qilinishi mumkin. Bu ayniqsa uzoq muddat chet elda bo'lgan yoki doimiy yashash joyida bo'lmagan pensionerlarga tegishli. 5-nuans, qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ba'zi pensionerlar pensiyasi oshganini ko'rmaydi. Chunki kartaga tushgan puldan kredit, aliment ijro hujjati yoki bank qarzdorligi bo'yicha ushlab qolish bo'lishi mumkin. Masalan, pensiya 1000 so'mga oshgan, lekin bank 1000 so'mni avtomatik kredit to'loviga yechib olgan. Pensioner esa menga ustama berilmadi deb o'ylaydi. Shuning uchun bankdan kirim-chiqim tarixini alohida tekshirish kerak. Pensiya hisoblanganmi yoki yo'qmi? Bu bilan kartada qolgan summa bir xil narsa emas. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, oxirgi 3 oylik pensiya tushumlarini yozib chiqing. Masalan, avgustda qancha tushdi, sentyabrda qancha tushdi, oktyabrda qancha tushdi. Faqat umumiy summani emas, tushgan sanani ham yozing. Agar bank ilovangiz bo'lsa, kirim tarixini ko'ring. Agar ilova ishlatmasangiz, bank filialidan yoki bankomatdan ma'lumot olish mumkin. Ikkinchi qadam, pensiya turi va asosini tekshiring. Siz yoshga doir pensiya olasizmi? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki boshqa turdagi ijtimoiy to'lovmi? Bu savol oddiydek ko'rinadi. Lekin hisob-kitob aynan shundan boshlanadi. Agar siz yaqinlaringizga yordam berayotgan bo'lsangiz, onam pensiya oladi degan umumiy gap bilan cheklanib qolmang. Pensiya turini hujjatdan ko'ring. 3-qadam, hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi hujjat, bank karta rekvizitlari
nogironlik bo'lsa tibbiy xulosa o'quvchisini yo'qotganlik bo'lsa tegishli guvohnomalar. Talaba bo'lsa kunduzgi o'qish haqida ma'lumotnoma, ishlayotgan pensioner bo'lsa mehnat faoliyati va ish haqi bo'yicha ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Hamma hujjatning aslini va nusxasini tayyor saqlash foydali. 4-qadam. Murojaatni og'zaki emas, aniq mazmunda qiling. Pensiya bo'limiga borganingizda ustama tushmadi deb umumiy aytmang. Mana bunday shaklda gapiring, men falon turdagi pensiya olaman. Avgust oyida falon so'm, sentyabr oyida falon so'm, oktyabr oyida falon so'm tushdi. Kuzgi oshirish yoki ustama bo'yicha menga qayta hisob kitob qilinganmi? Farq qaysi oydan hisoblangan? Hisob kitob varaqasini berishingizni so'rayman. Agar yozma ariza topshirsangiz, arizada ham shu mazmunni yozing. Sana, telefon raqam, manzil va imzo bo'lishi kerak. 5-qadam, elektron xizmatlardan foydalaning. Agar imkoningiz bo'lsa, my.gov. Uz orqali yoki tegishli davlat xizmatlari markazi orqali ma'lumot oling. Elektron murojaatning afzalligi shundaki, unda raqam, sana va javob muddati bo'ladi. Bu keyin men aytgandim, ular eshitmadi degan noaniq holatni kamaytiradi. Agar internetdan foydalanish qiyin bo'lsa, farzandingiz, nabirangiz yoki ishonchli yaqiningizdan yordam so'rang. Lekin shaxsiy ma'lumotlaringizni begona odamlarga bermang. 6-qadam, bankni alohida tekshiring. Pensiya jamg'armasi pul o'tkazilgan desa, bankda esa ko'rinmasa, masala bank tizimida bo'lishi mumkin. Bankdan aynan kirim kelgan kelmaganini, karta faolmi, karta muddati tugamaganmi, hisob raqam bloklanmaganmi, kredit yoki boshqa ushlab qolish bo'lganmi, shuni so'rang. Ko'pincha pensioner davlat to'lamadi deb o'ylaydi, lekin muammo bank kartasi yoki avtomatik yechimlarda bo'ladi. 7-qadam, muddatni kuzating. Agar siz ariza topshirsangiz, uning qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki nusxa oling. Javob belgilangan muddatda kelmasa, yuqori turuvchi tashkilotga yoki yagona murojaat portali orqali qayta murojaat qilish mumkin. Lekin har safar yangi ariza yozganda oldingi murojaat raqamini ko'rsating. Bu ishni tartibli qiladi va mas'ul xodimga vaziyatni tezroq tushunishga yordam beradi. Birinchi xato qo'shnimga tushdi. Menga ham shu bo'lish kerak deb solishtirish. Pensionerlarning pensiyasi turli sabablarga ko'ra farq qiladi. Ish staji, ish haqi, pensiya turi, qo'shimcha maqomlar, minimal kafolatlar, ushlab qolishlar. Shuning uchun qo'shni bilan solishtirish faqat taxmin beradi, aniq javob emas. 2-xato, bank kartasidagi qoldiqni pensiya miqdori deb qabul qilish. Kartada 20 million ko'rinsa, bu aynan 20 million pensiya hisoblandi degani emas. Undan oldin pul yechilgan bo'lishi, kredit ushlangan bo'lishi yoki boshqa kirimlar aralashgan bo'lishi mumkin. To'g'ri tekshiruv uchun aynan pensiya kirimi va uning izohini ko'rish kerak. 3-xato, hujjat muddati tugaganini sezmaslik. Nogironlik xulosasi, ishonchnoma, talabalik ma'lumotnomasi yoki bank kartasi muddati tugasa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Kuzgi ustama keladigan paytda odamlar aynan pulga qaraydi, lekin pul kelishiga asos bo'lgan hujjatni unutadi. 4-xato, telefon orqali eshitilgan gapni rasmiy javob deb qabul qilish. Men har doim aytaman, muhim masalada yozma yoki elektron iz qoldiring. Xodim telefon orqali umumiy tushuntirishi mumkin, lekin keyin muammo bo'lsa sizga rasmiy javob kerak bo'ladi. Ayniqsa katta farq summasi, bir necha oy uchun qayta hisob yoki huquqiy maqom masalada rasmiy javobsiz qolmang. 5-xato, bir oy kutib, keyin butunlay unutish. Agar farq keyingi oyda ham tushmasa, masalani yopib qo'ymang. Avval hisob kitobni so'rang. Keyin hujjatlarni tekshiring. Keyin yozma murojaat qiling. Pensiya masalasida vaqt o'tib ketgani sari ma'lumotlarni aniqlash qiyinlashadi, lekin o'z vaqtida qilingan murojaat ko'p narsani osonlashtiradi. Bugun men sizga kuzgi ustama bo'yicha eng muhim narsani tushuntirdim. Masala faqat oshadimi yoki oshmaydimi degan savol emas. Muhimi kimga avtomatik hisoblanadi? Kim hujjat topshirishi kerak? Qaysi holatda kechikish bo'ladi? Bank va pensiya hisob kitobi qanday farq qiladi? Qaysi toifalar alohida e'tiborli bo'lishi kerak? Men ekspert sifatida sizga shuni maslahat beraman. Oxirgi 3 oylik to'lovni tekshiring, pensiya turini aniqlang, hujjatlaringizni tartibga keltiring va kerak bo'lsa yozma murojaat qiling. O'z haqingizni bilsangiz, xatoni tezroq topasiz va pulingizni vaqtida olasiz. Sizda kuzgi ustama bo'yicha qanday holat bo'ldi? Pensiyangiz oshdimi? Kechikdimi yoki hali ham tushunarsiz savollar bormi? Izohlarda yozib qoldiring. Chunki boshqa pensionerlar ham sizning tajribangizdan foyda olishi mumkin. Videoga like bosing,
Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Ayniqsa uyda pensioner bor oilalar bu ma'lumotni albatta bilishi kerak.